Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi mashg'ulot jarayonlari qanday o'tyapti? Ajoyib zo'r o'tyapti. Sportchilarning kayfiyati a'lo. Mashg'ulotlarning qiziqarli tarafi nimada? Menimcha mashg'ulotlarni qiziqarli tarafi har kuni yangi texnikalar o'rganish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoa markazidan bir kublet aytib bera olasiz. Quyosh bizdan qarshilar bunda, maydonlarga ochgandek yo'lni. 4 yoshidan boshlab kelsak-ham, umid berib cho'zamiz qo'lni. Qibray birlashgan kuch, Abduhamidov jamoasi yengilmas kuch. Bayroq baland, yurakda g'urur, g'alaba yo'lda porlaydi nur.